Janoza, og'ir judolik. Afsuski, o'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Janoza, afsuski yana bir aktrisa bu yorug' olamni tark etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oysha Jo'rayeva 79 yoshida vafot etdi. 24-mart kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oysha Jo'rayeva hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda aktrisaning yaqinlari, ya'ni nabirasi Qalampir Uzga ma'lum qildi. Oysha Jo'rayeva 1947-yili 24-martda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida tavallud topgan. Aktrisa o'z faoliyatini Qo'qon teatrida boshlagan. Uning turmush o'rtog'i ham san'atkor edi. Oysha Jo'rayeva bir qiz va 2 o'g'ilning onasi. Xususan u Meros, Jumboq, Toliqqan ko'ngillar, Armonli dunyo, Burch, Jasur, Narigi sohildagi bolalik, Suv yo'qalab, Maysaraning ishi va Qabrdagi xazina kabi badiiy filmlarda rol ijro etgan. Aktrisaning vafoti uning tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi. U bugun 24-mart sanasida, ya'ni o'zining tug'ilgan kunida bu yorug' olamni tark etdi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida like tugmasini bosib, keng ommaga tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing.